Assalomu alaykum. Kerak Yapta savdo muxlislari, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yine bugun 10 ming 9 ming. 10 sentyabr günü Xudo buyursa kobaltimiz toza kobalt metan qo'yilgan 24-yil kobaltimizni yine Bagat Dimitrov'dan gelen Murat akamize 160 milyon so'm pula naqd pula berdik. Murat aka, tabriklaymiz. Shitir bo'ldi, shitir. To'ylarimiz ilohim shu mashin size o'zingiz arzu qilgandek xayr bergan ilohim. To'yin bir yangilik ko'rmadik. Şu 10 dona mashalg'i odama Antalyaga yo Dubayga sayohatga bilet olib beraman deb. Alinbay akam yine 3-4 gün içinde ikkilancini aldı. Xudo xolasa yana 8 olsa Alinbay akam ketadi. Başka faol olib turganlar bor. Yana birsi bor. Xudo xolasa Alinbay akamga ikkilanchi 6 oyda 6'ni olib bersam o'zi olaman, qarindosh jo'rasini olib beraman. Bir pitopga bor Xudo xolasa. Bir yil davomida 10 olib bersangiz Ligilmeye boradi bu gaplar. Hep de 2 mashin bo'lsa. Onda bir yilda 2 yil gidasiz. Bo'ldi desa. Shuni tarqatib qo'yinglar. Haqiqatdan bor shu aksiyamiz. Bo'ladi Xudo xolasa. Lekin shunda bir Malibu musbab, dimmo'zali Malibu. 76 ming yurgan 100% radnoy hisob ma'lumoti bilan turibdi. Bir qo'l, ikkilanchi qo'la o'tmagan Malibu. Shuni ham kutib turibdi, kelarasizlar. Asa, Murat aka, to'ylaramiz haydanglar ketdik. Yana ishtir bo'ldi, pul aytganman, yeytamiz Xudo xolasa. Haydang. Yaxshi.